Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Taqdirni hech narsa o'zgartira olmaydi. Bu yozilib bo'lgan ilmiy soxta. Magaram duodan boshqa dedilar. Taqdiringiz ona qornida 120 kunlik bo'lganda bitilar ekan. Chaqaloq hali 120 kunlik bo'lmagunicha taqdir yozilmay turar ekan. Demak 120 kunlik bo'lguncha farzand ustida nimani duo qilsangiz Alloh taolo ijobat qilar ekan. Demak 120 kunlik bo'lganda Alloh farishtalarni qo'liga taqdirni yozib, ona batnida yotgan farzandni toliga ko'chiring deb turib amr berar ekan. Va mana shu 120 kunligimizda onamizning qornida yozilgan toliyimizdagi taqdir faqat bitta rahmat, duo bilangina o'zgarar ekan. Bir onaizor qiblaga qarab, Allohim dardman farzandimga shifo bergin deb yalin ursa, yolvor ursa, Alloh taolo dardman farzandni taqdirini o'zgartirib, qolgan umrini shifoda, rahmatda o'tkuvchi qilib qo'yar ekan. Bir farzand baxtsiz, onaizor yalin ursa, yolvor ursa, Allohim baxtini chiroyli qilib yozar ekan. Faqat biza noumid bo'lmasak bo'ldi. Kimdir bitta taqillatganda Allohning eshigi ochiladi, labbay qulim deb. Kimdir 10 yil taqillatadi. Kimdir Alloh alam shu narsaga yetishmay o'tib ketadi. Lekin har bir ishda hikmat bor, hech narsa bejiz deb bitilmaydi islom dinida. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qilyaptilar. Alloh har biringizni jismingizga dard bergan. Dardni 70% unutmang, duo bilan tuzaladi dedilar. Faqat 30% doriga, tabibga bog'liq bo'lar ekan. Dorini zo'rini ichdim, tabibni zo'riga bordim, lekin nafini bilmadim deganlar ko'p bo'ladi. Yig'ilida o'tirib, eshitib o'tiraman ayollarning gapini. Dorini haltalab ichish mumkin. Tabibni eng zo'rlariga borish mumkin, lekin bandada shu narsaga duo bo'lmasa, tuzalish dargumon ekan. Shuning uchun bismillah deb og'zingizga solayotgan bitta dorini ham farishtalar xulosa olib turadi. Bi niyati shifo. Allohim shifo niyatida ichdim deb duo qilmasangiz, uni shifosiga yurishi yo'q ekan. Sarvari koinot alayhissalom marhamat qilyaptilar. Duo shunaqa kuchli rahmatki, arab tilidan o'zbek tiliga duo nido, yalinish, yolvorish deb tarjima qilinadi dedilar. Va Allohning marhamati bilan biza haqiqatan yalinguvchimizni buni harakatimizdan ham bilsak bo'ladi. Mana ikkita qo'limizni ochib Allohga tilanamiz. Ber Alloh deb. Payg'ambarim alayhissalom so'rasalar qo'llarini baland ko'tarib so'rar ekanlar. Rido kiyarkanlar, ridoni yengidan muborak qo'ltiqlarini nuri odamlarning ko'zini qamashtirar ekan. Ayollargacha deyilganda, ayol ummatlarim ko'kraklarini to'sib, yelka barobarlarda qilsa yetadi degan ekanlar. Ayollar bunday qilib qilmaydi-da. Hayo bilan ko'krak to'sib qilsa to'g'ri bo'lar ekan. Duoda ko'kka qaramang dedilar payg'ambarim alayhisalom. Duoda osmonga qarashlik bu duoni odobiga rioya qilmaslik deb hisoblanar ekan. Eng yaxshi duo Alloh taolo bandasini qo'lini duoga ko'tarib, ko'zini hayo bilan yerga tikkanini Alloh sevar ekan. Nega ortimizda turgan shuncha aybimiz bor, orqamizda turgan shuncha gunohimiz bor, shu gunohlar bilan ko'zimizni yerga qaratib so'rasak, Alloh taoloning mehri, muhabbati bizga oshar ekan. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Bir odamning duosi qabul bo'lmasa, qabul bo'lguvchini qidirib topsin dedilar. Qabul bo'luvchilar bir nechta ekan, ulardan birinchisi ona bilan ota bo'lar ekan. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, ona bilan mening oramda duoda parda bo'lmaydi deyapti Alloh. Sizlar hammanglar onasizlar. Sizlarni duoinglardek qudratli duo yer yuzida yo'q. Ertalab ko'chaga ketayotgan bolangizni o'zini agar aqliga yetmasa, to'xtating, qaytaring. Duo bering, keyin chiqaring. Bu onani duosi bilan chiqqan bola sovut kiyib chiqqan bola hisoblanar ekan. Uncha-muncha ofat, uncha-muncha kelayotgan Alloh asrasin talofat ona duo bilan o'rab chiqargan farzandni aylanib o'tar ekan. Shuning uchun duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, onaizorigizga, otangizga duo qildiring degan ekanlar payg'ambarim alayhisalom. Yaqinda bir ajoyib voqea bo'ldi. Shu mendan ikkita ko'cha orqada turadigan qarangki bir yigit, bir chiroyli mashinalarda o'ziga to'q yigit yonlarida ayollarni o'tkazib kelishdi-da, opa bizga palonchi qor ekani, manzillari kerak deydi. Men so'radim, bilsam bo'ladimi? Men manzil beruvchiman. Siz boruvchisiz. Siz nima niyatda ketayotganingizni avval bilishim kerakman. Yaxshilik bilanmi? Yomonlik bilanmi?
Shu odam aytdilarki, "Yo yomonlik yo'q, opa, bir ish boshlaganman. Ruxsat bersangiz, manzilli etsangiz, men shu qorakadan duo olmoqchiman" dedilar. Men savol berdim, "Boshingizda onangiz bormi?" dedim. "Borlar" dedilar. "Onangizdan shu boshlayotgan ishingizga duo oldingizmi?" dedim. Bu yigit aytdilarki, "Onalar har doim duo qiladi-ku" dedilar. Qarang, onalarning beg'uborligini, hech bir haqsiz har doim duo qilishini bolalarning o'zi ham biladi. Savol berdim. Aynan shu ish uchun mashinangizni orqasini sovg'a salomga to'ldirib ketyapsiz. Shu olib ketayotgan hadyangizni 3dan 1ini bo'lsa ham oldiga qo'yib, "Onajon, meni duo qiling. O'yimni piri, aziz avliyosi siz ekansiz. Siz duo qilsangiz qabul bo'lakan. Qarangki, qorilarniki" deb aytdingizmi desam, "Yo'q" dedilar. "Endi bundoq qilamiz" dedim. "Hozir orqangizga qaytasiz" dedim. "Nega?" deydilar. "Avval onangizni rozi qilasiz, duoni olib kelasiz, kelganingizdan keyin men manzil beraman" dedim. Haligi yigit g'alati qarab menga tabassum qilib qo'ydilar. Men aytdimki, "Yoqmadi, kelmaydi" dedim. Mashinaga o'tirishdi-da, xayr xo'sh qilib ketishdi. O'sha kuni kechgacha poyladim, kelmadi bu inson. Bildimki, Ali nima deydi, ortiqcha so'zda, ortiqcha yukdek bo'ldi bu gap. Ertasi kuni ertalab eshik taqiladi, chiqdim. Chiqsam haligi yigit turibdilar bitta o'zlari. "Opa, kecha meni o'yimga jo'natuvdingiz. Sizni Alloh qalbingizga soldimi?" dedilar. "Nimani?" dedim. Men eshikdan chiqib ketayotganimda onam ochiq ayvonda qoluvdilar orqamdan qarab. Shunda siz bilan uchrashib orqamga qaytib borsam, ikkita yuzlarini ikkita kaft bilan bekitib, xo'ngrab yig'lab o'tirgan ekanlar. Eshikdan kirib kelib, yarim soat harakat qildik, onamni ovutolmadik deyaptilar. "Qattan bildingiz? Onamni qalblariga shu meni qilgan ishim og'ir botganini siz qattan bildingiz" deydilar. Men bilmadim, uni bildirgan Allohga hamd bo'lsin. Sizni adashishlikdan, meni noto'g'ri ish qilishdan qaytargan Allohga hamd bo'lsin. "Xo'p, nima qildingiz endi?" desam, "Yo'q, o'sha kuni bilan onamning xizmatlarida bo'ldim. Onamni bozor aylantirdim, chiroyli engilvosh, chiroyli taom bilan yo'qladim. O'yga kelgandan keyin, 'Onajon, mendan rozimisiz?' desam, 'Roziman bolam, mingdan ming roziman' deb aytdilar. Onam duo qildilar, aytganingizdek onamning duolarini olib keldim. Endi manzilni berasizmi?" deydi. "Manzil sizdan aylansin, oling manzilni" dedim. Haligi manzilni olib borib yana din ahlidan haligi yigit duo oldi, ishini boshladi. Mana Xudo xolisa ishlari o'ngiga boshlayapti degan umiddamiz, qo'shimchasiga biz ham duo qilamiz. Aytmoqchi bo'lganim, gopayt oldimizdan oqqan suvni qadri bo'lmay qoladi. Gopayt ko'zimiz ko'rib turgan onalarni har doim ham o'g'illar yetarlicha qadriga yetmayotgandek bo'laveradi. Gopay shunaqa bo'lar ekanki, mana yoshimiz 40 ga yetib sekin-sekin o'sha narsani ostonasida turibmiz hozir. Eshik qattiqroq yopilib ketsa ham qalbingizga darrov shikast kelaveradi, ko'zingiz bir pasda g'ilqillab yoshga to'laverar ekan. Mana 40 ga to'ldik, bu yildan shunaqa bo'lib qoldik o'zimiz ham. Piyala-piyalaga urilib ketsa ham ziyrak tortasiz. Bolam menga qilmadimikin? Bolammi tabi ko'tarmaydigan gap aytmadimmikin? Qatta xato qildimmikin? O'zingizni o'zingiz taftish qiladigan boladay ko'yingiz nozu yarimta bo'lib boraverar ekansiz. Demak, onalarning duosini olishlikka bolalarga Allohim chiroyli kuch, quvvat, fahm bersin. Hech qaysisi ovora bo'lmasin, hech qaysisi. Tilladan tog'day qilib uy qurib berganda ham hech qaysi farzand onani haqqini ado etib bera olmaydi. Hech qachon payg'ambarim alayhisalom 1 soat urgan daqiqalarini qarangki so'ragin, "Sen mendan bir kunini emas" deganlar haligi insonga ham. Opchib, hajga olib borib, haj qildirib kelgan insonga ham. Keyingi duosi qabul bo'ladigan kimsalar bular inshaalloh ustozlar bo'lar ekan. Qaysi biringizga ilmdan, Qur'ondan nafi tekkan bir kishi bo'lsa, shu kishining duosi ona otaniki bilan barobar hisoblanar ekan. Duoyimiz qabul bo'ladigan keyingi kishi bu xasta bemor bo'lar ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, "Kasal ko'rgani boring. Kasal ko'rgani borgan odamni oyoq izlari jannatda bosiladi" dedilar. Kasallik qisqa o'tirasiz oldida va ketayotganda albatta duo talab qilasiz dedilar. Kasallik oldidan duosiz turib bo'lmas ekan. Hatto shu mana ona boqayotgan, ota boqayotganlar ham, "Onajon, men ketib turibman, endi meni duo qilasiz" deb turib duoni talab qilib olish kerak. Kasallik duosini farishtalar talashib olib ketar ekan ko'kka. Va Xudoning marhamati bilan keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu mazlum ekan. Mazlum kim?
Mazlum degani zulm ko'rgan degan ma'noda tarjima qilinib, ko'zi yoshli inson borki, qalbi shikast odam borki, mazlum hisoblanar ekan. Mazlumning duosi shiddat bilan Alloh dargohiga ko'char ekan. Va payg'ambarim alayhisalom bir beva bo'lsa-ki, yetim boqayotgan, dori darmoniga yetkiza olmayotgan bir dardman bo'lsa-ki, chiroyli bir ihson berib turib, shuni haqqidan meni, ya'ni dardim bor, meni duo qiling desa, mazlumning duosini tezroq ko'tarilar ekan. Keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu musofirlar ekan. Musofirlar bizning yurtda ko'proq endi buni tan olib yetish kerak, ba'zi holatlarda mardikorchilik bilan, ustachilik bilan shug'ullanishadi. Kezi kelganda aytib ketaman, payg'ambarim alayhisalom usta mardikorni peshona terisi qurigunicha haqqini berib bo'lgan bo'ling. Bu mana ahli iymonli ummatlarimning amalidir degan ekanlar. Shunaqa xonadonlarni ham ko'ramizki, hoji otalarning xonadonida, hoji onalarning xonadonida ishlab ketib, haqqini oylab ola olmayotgan musofirlar bor. Bularni duosi ham lahzali. Duoyi bati ham lahzali. Shuni ham ogohlantirib qo'yish kerak.